Ko'rib turganlaringdek Miras Sales Center'da hech kim yo'q. Hamma realtorlar dam olyapti desam bo'laveradi. Chunki bunday vaziyatda ko'chmas mulk savdosi to'xtab turish rejimini yoqadi. To'g'ri, Dubayda hozir tinchlik, Xudoga shukr, ancha-muncha narsa orqada qoldi. Lekin investorlar, Dubaydan uy oluvchilar kutib turish rejimiga o'tadi. U avtomatik, xohlaysizmi, xohlamaysizmi, keyingi vaziyat qanday ketishi hammaga qiziq bo'ladi. Shuning uchun brokerlar ham hozir ishga chiqqan yo'q. Dam olyapti, kimdir uyiga ketgan, kimdir o'zini ishlari bilan. Xudo xolasa niyat qilamiz, tez orada bozor o'z kuchiga qaytadi, o'z harakatini boshlaydi. Yana bitta yangilik, bugun 5-mart bo'ladigan bo'lsa, 4-martdan Dubay aeroporti ham o'zini faoliyatini yaxshigina boshladi. Samolyotlar qatnovini bemalol kuzatyapmiz, Xudoga shukr. Hamma yoqda tinchlik bo'laversin, bunaqangi voqealar bo'lmasin iloyim. Hammasi yaxshilik bilan tugasin, sog' bo'linglar.